Jasur uyidagi divanda televizor tomosha qilayotgan edi. Birdan uni qo'liga katta pashsha kelib qo'ndi. Bu nimasi? Pashsha qayoqdan keldi? Tushunmadim. Derazadan sassiq hid ham kiryaptimi? deb deraza oldiga boradi. Derazadan qarasa, ro'paradagi hech kim yashamaydigan uy oldiga bitta ikkita odam uydan chiqqan axlatlarni qo'yib ketyapti. Natijada bu uy xarobazorga aylanmoqda. Jasur darrov pastga tushdi-yu, uy oldidagi axlat solingan sumkalarni olib axlat tashlaydigan joyga tashishni boshladi va yo'lda qo'shnisi Diyorbekni uchratdi. Jasur, nima qilyapsan? Mana bu uy oldidagi har kim uydan chiqqan axlatlarni axlat qutisiga tashlamasdan mana bu uy oldida uloqtirib ketyapti. Agar biz ham jim tomosha qilib tursak, axlatlarga pashshalar galasi kela boshlaydi. Mana shu yerda yashaydigan aholini chaqib, infeksiya tarqatadi. Nega unda shuni bila turib tabiatga zarar keltiryapti insonlar? Kel, men ham senga qarashib yuboraman. Jasur bilan Diyorbek qilayotgan ishiga boshqalar ham qiziqib qolishdi va hammasi ishga kirishib ketdi. Biroz vaqt bolajonlar axlatlarni axlat qutisiga tashib qo'yishdi. Jasur bilan Diyorbek rangli qog'ozdan axlat tashlash mumkin emas degan belgini yasab uy oldiga osib qo'yishdi.